Assalomu alaykum Hoji aka. Assalomu alaykum. Keling, shartga bersizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshiman. Charchamang. Bu yana nima ishlar boshlayapsiz bu yerda? Nima ishlayapmiz endi? Bu maqsadimiz yo'l chekkasini obod qilish. Chiroyli chiqyapti bu. Obod mahalla yerida shu o'zimiz dalamizni yonlarini shu dekorativ daraxtlar to'ldirish, chiroyli bo'lib mahalla obod bo'lsa yaxshi. Dekorativ daraxt bo'lib, archa ekib shu dalamizni biz yonlari chiroyli bo'lib tursa, ko'chamiz obod bo'ladi, mahalla obod bo'ladi. To'g'ri. Mana bu yilga mos ekanda mahallani rivojlantirish. Shu mahallani rivojlantirishga jamiyat o'zimizga ozgina hissamiz bo'lsa, xursand bo'lamiz. Ko'cha obod bo'ladi. Yaxshi. Bu ichkarida nimalar bor endi? Ichkarida qurtnachilik. Qurtnachilik so'zini ajoyibimiz, qurtnachilik. Italyan sinovi qurtnachilik qilamiz. Ko'rsak bo'larmikan? Bo'ladi. Kerak. Yo'q, qani eski. Albion, Alba, Clearinavli qurtnachilarni ekib qo'yganmiz. Maqsadga ko'chatxona ko'proq, hosilga. Yetib ekib kelingan hammasi. Maqsad ko'chatni ko'paytirish, xalqqa yordam qilish, ko'chatdan yordam berish. Tek maktabda bu yerda kelgan odam sizlar bitta ko'zma qaraganda o'rganadi, tushunib olasizlar. Sizlarga desa yarim gektar joy bu yoq. Onali ko'chat ekilgan ham hosilga, ko'chat olish maqsadida xalqimizga ko'chat beramiz. Hosilga mana bu Clear albalarimiz bitta tutimiz 50 donagacha meva berib, 50 donaga sanadim yerim masalan mana shu chodalar. 50 ta donagacha. Bittasi 30 grammdan berganda ham xudosi 1,5 kilogacha hosil beradi. Hayır, barakasini bersin. Bu tomchilar sug'orish deganingiz shumi? Ha, tomchilar sug'orish, kapilli sistema. Shagi 10, har 10 sm qilingan, 15 sm bo'ladi mana shu. Beriladigan udobreniyar oziqalar hammasi vitaminlar shundan tomchilar sug'orish ham suv ekonom bo'ladi bunda. Tushunarli. Hammasi juda chiroyli chiqdi lekin. Ha, xudo xolasa. Yangicha dehqonchilikda bu. Tomchilar sug'orish, boshqasi. Kelan sistemani O'zbekistonda o'zimizga jalb qilib, xalqimizga o'rgatish. Bir raza ko'p solibdi o'zim chiroyli gullar, Kelajakdagi rejalaringiz qanday endi? Endi xudo xolasa, kelajakda shu jamiyatimizni, xalqimizni shu mana shu qurtnachilik sohasiga o'rgatish, ko'proq kattaroq maydonlarga chiqish, kerakki eksportga chiqish, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha xalqimizga yordam qilish, mana bu xalqimiz dasturxon chiroyli nozimada yetishtirib berish. Chunki hali bizda eksportga chiqishga O'zbekiston hali ancha kuch yetmaydi-da. Ancha bir O'zbekiston dehqonlar hammamiz bir hamjihat bo'lib bitta bo'lib harakat qilsak, boshlab qilsak, rivojlantirsak shu sohani, o'shanda kelajakda nima deydi? Eksportga chiqsak bo'ladi. Hali xalqimizning dasturxoni, bozorimizni 50% dan qoplolmayapmiz hali. Shu uchun men bitta niyatim shu, menga o'xshagan, shu o'zimizga o'xshagan mahalliy o'qimishli, bilimli dehqonlar ko'payishini xohlayman shu. Tezroq ko'paytirib, tez shu ishlarni qilib, jamiyatimizni ko'tarsak, ko'plab sohasida ham ancha maqsadga muvofiq ishlar bo'ladi. Niyatingizga yeting. Xudoning niyatimiz shu, eksportga chiqish. Buni qilamiz, xudo nasib qilsa. Niyatingizga yeting.